Mijozlar yoki tadbirkorlar bankka borayotgani yo'q, bank o'zi ularning eshigini oldigacha boryapti. Startapimizni oyoqqa qo'yishimiz uchun 1 yilcha muddat ketdi. Bozor tahlilini juda chuqur qilishlari kerak bo'ladi. Endi bu imkoniyatlar shaharlik yoshlar uchun-da baribir. Bu yerda shaharlik, qishloqlik, chekkada degan narsamiz yo'q. Investitsiya olgungacha bo'lgan davrda 1 milliarddan oshiq savdo qildik. Qani kafolat? Juda ko'p vaqtimiz dokumentatsiya bilan o'tib ketyapti. Bugungi muammo ertangi kunga to'g'ri kelmaydi. Birortasi zarar qildimi? Hech qanday loyihalarimiz chegalanmagan. Mana shunday keng imkoniyatlar natijasida so'nggi yillarda yoshlarimiz jahon fan olimpiadalarida 66 ta oltin, 147 ta kumush, 221 ta bronza medalni qo'lga kiritgan. Bu 2017-yilgacha davrga nisbatan 5 karra ko'pdir. Garvard, Yale, Princeton, Kolumbiya, Cornell kabi dunyoning eng nufuzli oliygohlarida tahsil olayotgan yoshlarimiz 500 nafardan oshdi. Top 100 talikda o'qiyotgan o'g'il qizlarimiz 3,5 ming nafardan oshdi. Yangilikka intiluvchan yoshlarimiz yaratgan 63 ta startap loyihasi AQSh, Janubiy Koreya, Buyuk Britaniya va Birlashgan Arab Amirliklari kabi davlatlar bozoriga kirib bordi. Yosh sportchilarimiz xalqaro arenalarda 720 ta oltin, 671 ta kumush, 854 ta bronza medali sohibi bo'ldi. Yaqinda 12 yoshli qizimiz Sarvinoz Bekmuradova FIDE jahon shaxmat ustasi unvoniga sazovor bo'lib, dunyo rekordini yangiladi. Davlatimiz rahbari bu yilgi yoshlar bilan muloqot uchrashuvida faxr bilan birma-bir tilga olayotgan natijalar o'z-o'zidan kelgani yo'q. Bu yurtimizda yoshlarga berilgan ishonch, keng imkoniyatlar va kattagina sarmoya hisobiga ekanligi kunday ravshan. Xayrli kun yaxshilar. Bugungi dasturimizda yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash borasidagi ko'rsatilayotgan muhim tashabbuslar haqida ekspertlarimizga gapiring deymiz. Mijozlar yoki tadbirkorlar bankka borayotgani yo'q, bank o'zi ularning eshigini oldigacha boryapti. Startapimizni oyoqqa qo'yishimiz uchun 1 yilcha muddat ketdi. Bozor tahlilini juda chuqur qilishlari kerak bo'ladi. Endi bu imkoniyatlar shaharlik yoshlar uchun-da baribir. Bu yerda shaharlik, qishloqlik, chekkada degan narsamiz yo'q. Investitsiya olgungacha bo'lgan davrda 1 milliarddan oshiq savdo qildik. Qani kafolat? Juda ko'p vaqtimiz dokumentatsiya bilan o'tib ketyapti. Bugungi muammo ertangi kunga to'g'ri kelmaydi. Birortasi zarar qildimi? Hech qanday loyihalarimiz chegalanmagan. Prezidentimiz bir yilda bir necha marotaba yoshlar bilan uchrashyaptilar, ularni samimiy muloqot qilish orqali fikrlarini eshityaptilar. Bu an'ana tusiga aylanib bo'ldi. Bu yilgi muloqotda yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha qanday yangi tashabbuslar ilgari surildi? Umuman tashabbuslar juda ham ko'p edi. Aynan tadbirkorlik yo'nalishidagilarini bir eslab o'tsak. Tadbirkorlik yo'nalishida jami 400 million dollar miqdoridagi pullar yoshlar tadbirkorligini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lsa, bunda Aloqa bank aynan yoshlar banki deb e'lon qilindi va Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarini bandligini ta'minlash, ularni tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha mas'ul bank deb e'tirof qilindi. 2025-yildagi tashabbuslar bu yoshlarimiz tomonidan manzilli amalga oshirilganligi, bular o'zining natijasini berganligini hisobiga, yangi ish o'rinlari yaratilganligini hisobiga 2026-yilda 24-fevralda yana davlatimiz rahbari tomonidan qo'shimcha 200 million dollar yana yo'naltirildi. Bu maqsadda, ya'ni Aloqa bankka va Milliy bankka bu summalar teng miqdorda bo'lib berilgan bo'lsa, ilgarilari faqatgina yosh tadbirkorlarga kreditlarning maksimum miqdori 5 milliardgacha bo'ladigan bo'lsa, bu yildan boshlab u kredit miqdorlari 10 milliardga oshdi. Ya'ni uzoq muddatli imtiyozli kreditlarni nafaqat muddati bo'yicha, balki summasi bo'yicha ham oshirib berildi bu yil davlat rahbari tomonidan. To'g'ridan-to'g'ri qarz berish mexanizmlari juda ham yengillashtirildi va summalari ham oshirib berildi. Bundan tashqari 2025-yil avgust oyida davlatimiz rahbarining O'zbekistondagi yirik tadbirkorlar bilan bo'lgan ochiq muloqotlarida yoshlar masalalarga, ya'ni yoshlar tadbirkorligiga juda ham katta e'tibor qaratilinib, bunda 2026-yildan boshlab har yil yoshlar tadbirkorligi chempionat o'tkazilish belgilangan va yoshlar agentligi tashabbusi bilan yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish davlat maqsadli jamg'armasi tomonidan ushbu chempion bo'lgan tadbirkor va startap loyihalariga
har biriga 1 milliardgacha investitsiya kiritish imkoniyati demak yaratilingan. Juda ham cheksiz imkoniyatlar, bunday olib qarasa haqiqatan ham har birining ichiga kiradigan bo'lsangiz, u yana ham ko'proq imtiyozlar ochilaveradi ichiga kirgan sari. Bu yilgi tashabbuslarning o'sha o'tgan yilgiga nisbatan ko'proq miqdorlar bilan yoki ko'proq kengroq masshtabda taklif etilganini sababi mening nazarimda shu 2024-yildagi uchrashuvdan keyin 2025-yilgi uchrashuvgacha bo'lgan davr oralig'ida amalga oshirilgan islohotlar, yoshlar tadbirkorligi bo'yicha ilgari surilgan tashabbuslar yaxshi natija bergani uchun bu yil ularni yana ham kengaytirish taklifi ilgari surildi. Endi hammasini tagida juda ham ezgu maqsadlar bor. Asosiy maqsad nimadan iborat bu tashabbuslarni ilgari surishdan? Mening fikrimcha asosiy maqsadimiz bu yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash. Nafaqat moliyaviy yangi imkoniyatlardan biri bizada xorijiy mamlakatlarda borib ular o'z tajribalarini oshirib ham kelishlari mumkin. Ya'ni endi bizning tadbirkorlarimiz chet el andazalaridan o'rnak olgan holatda milliy rivojlanishimiz va milliy an'anaviy bizneslarimizni jahon bozorlariga ham olib chiqish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Va buning asosiy maqsadi esa yosh tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash deb o'ylayman. O'sha oldingi yillarda bo'lmagan bitta holat ko'zga tashlandi bu yil. Ya'ni milliy brendlar, franshiza tizimlarini masalan joriy qilish va milliy brendlarimizni dunyoga tanitish bo'yicha ham yuqori, yuksak tashabbuslar ilgari surildi. Yig'ilishda prezident tomonidan ilgari surilgan yana boshqa tashabbuslar haqida hozirgi lavhada batafsil bilib olamiz. 142 mingdan ortiq yosh tadbirkorlar, ta'lim, bandlik, innovatsiya sohalarida rivojlanayotgan O'zbekiston. Yoshlar uchun biznes muhitini rivojlantirish mamlakatning ravnaq topishdagi eng to'g'ri qarorlardan biri sifatida baholayotgan davlat rahbari bir emas bir qancha yangi imtiyozlarni uchrashuv davomida ta'kidlab o'tdi. Xususan, endilikda banklar 50 ming yoshga bepul biznes reja tayyorlab beradi va 20 ming yoshni tadbirkorlikka o'qitadi. Ishlashda yangi formatga o'tayotgan banklar yosh tadbirkorning ilk qadamidan boshlab yonida turadigan sherik sifatida maydonga chiqadi. Juda ham katta tashabbuslar ilgari surildi. Eng kattalaridan bittasi bu tadbirkorlik chempionati, ya'ni rejalashtirilgan 100 nafar tadbirkorga 1 milliard so'mgacha investitsiya ajratish tashabbusi. Shuningdek, har bir hududda yoshlarga biznes xizmatlarini ko'rsatuvchi yoshlar biznes inkubatori ishga tushiriladi. Ushbu tashabbus yangi ish boshlayotgan tadbirkorlarni omon qolish darajasini oshirish, ularning barqaror biznesga aylanish ehtimolini kuchaytirishga xizmat qiladi. Ushbu inkubatorlar yoshlarning biznes g'oyasidan tortib uni amaliyotga joriy etishgacha bo'lgan barcha bosqichlarni qamrab oladi. Hozirgi kunda xalqaro yetakchi universitetlar bilan hamkorlikda yangi avlod tadbirkorlari loyihasini boshlash. Ya'ni bu yerda Harvard, Stanford, Yale, London School of Economics shunga o'xshagan yetakchi universitetlar bilan hamkorlikda ularni qo'shma o'quv dasturlarini yo'lga qo'yib, 40 mingta tadbirkorni, yosh tadbirkorni shu universitetlar bilan hamkorlikda o'qitish, ya'ni tashabbusi ilgari surilgan. Xususiy ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirishga qaratilgan yana bir muhim tashabbus. Bu yoshlar ishlari agentligi xususiy o'quv markazlari bilan hamkorlikda har yili 20 ming yoshni kelajak kasblariga o'qitadi hamda har bir tumanga 500 million so'mgacha suvda ajratib, texnikum va o'quv markazlarida kasb-hunar laboratoriyasini tashkil qilish topshirildi. Ko'mak loyihasi doirasida chekka hududlarda xorijiy tillarni o'qitishga mo'ljallangan markaz ochish istagida bo'lgan yoki biznesini kengaytirmoqchi bo'lgan yoshlarga 300 million so'mgacha foizsiz suvda beriladi. Tashabbus doirasida zamonaviy kasb markazlari, kutubxonalar va sport to'garaklarini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Yana bir muhim tashabbuslardan biri Yoshlar ishlari agentligi qoshida volontyorlikni qo'llab-quvvatlash jamg'armasining tashkil etilayotgani bo'ldi. Jamg'armaga har yili davlat hisobidan pul ajratilishi sohaning moliyaviy tomondan mustaqil bo'lishiga imkon beradi. Bu esa bor e'tiborni ijtimoiy faollikka qaratishga yordam beradi. Shu bilan birga yoshlarning eng yaxshi volontyorlik loyihalariga 100 million so'mgacha grant ajratilishi yoshlar uchun imkoniyatlar eshigini ochishi bor gap. Uchrashuv davomida kitobxonlikni rivojlantirish bo'yicha ham bir qancha tashabbuslar ilgari surildi. Masalan, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etiladigan bo'ldi. Shu bilan birga maktablardagi eng faol kitobxon o'quvchilarni 10 million so'm miqdoridagi mukofot bilan taqdirlash tizimi joriy etiladi va mutolaa platformasi orqali eng bilimdon kitobxonlarni aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlash ishlari davom ettirilib, respublika bosqichi g'oliblari ham taqdirlanadi. Mana siz bir startaper sifatida aytingchi, sizga aynan startapingizni yoki sizning tengdoshlaringizga tadbirkorligini rivojlantirish bo'yicha qanday imkoniyatlar eshigini ochadi? Biz mana Bitwin degan startapga asos solgan bo'lsak, startapimizni oyoqqa qo'yishimiz uchun 1 yilcha
muddati ketdi. Qaysi muammoga yechim sifatida taqdim qilgansizlar startapni? Startapimiz marketing bozorida yangi instrument sifatida ishlash imkoniyatini beradi. Bizneslarga, kompaniyalarga o'z marketinglarini mikroinflyuenser, blogerlar orqali reklama qildirish uchun biz platforma yasaganmiz. Mana hozir ham bilsangiz o'sha blogerlarga soliqlar solinyapti. O'sha narsalarni biz nazorat qila olamiz platformamiz orqali. Undan tashqari bir vaqtda o'zida bir kompaniyani 100 dan oshiq 1000 taga yaqin blogerga bir vaqtda o'zida yetkazib, gaplashtirib, blogerlar o'sha biznes haqida gapirib bera oladi. Bu proyektimizni boshlaganimizga 1 yil vaqt bo'lgan bo'lsa, 1 yil ichida biz mana shu imkoniyatlardan qanaqa foydalandik? Birinchi navbatda mentorlar, ustozlarni bilimlarini ancha o'rgandik. 1 yil oldin, misol uchun IT sohasida umuman bilimimiz bo'lmagan bo'lsa, IT sohasida yaxshi startap qilgan odamlar bilan bizani gaplashtirishdi, shunaqa tadbirlar bo'ldiki, ular bilan gaplashish imkoniyati bo'ldi. Ular bilan tanish bilish bo'lib, ustoz bo'lib bizaga shu sohalarga yordam berib o'rgatishdi. Fundraising, ya'ni o'sha pul olishgacha bo'lgan, investitsiya olishgacha bo'lgan jarayonni ular bizlarga o'rgatishdi. Mana hozir o'sha Yoshlar agentligi va Aloqa Ventures tomonidan investitsiya jalb qildik. Tadbirkorlik yo'nalishida ishlayotgan tengdoshlaringizdan qanday imtiyozlardan foydalanganlarini ko'ryapsiz ularni? Men mana birortasi zarar qildimi, ya'ni shu imtiyozlardan foydalangan holda mana shu imtiyozdan foydalanuvdim, o'xshamadi degan gap eshitdingizmi hech? Endi startaplarning orasida unaqa narsa juda ham kam bo'ladi. Sababi berilayotgan pulni ular agar proyektlar o'xshamay qoladigan bo'lsa, pivot deydi, yo'nalishlarni o'zgartirib, yangi yo'nalishga ham tikishlari mumkin. Ya'ni berilayotgan pul faqatgina proyektni yurib ketish uchun emas, o'sha proyektni CEOsi, founderini kelajakdagi potensialiga qarab beriladi. Shuning uchun ham men hali atrofimda o'sha pulni noto'g'ri ishlatadigan odamlarni ko'rmadim, balki o'sha startaplarning ichida yurganim uchun bo'lsa kerak bu. Endi bizning yoshlarimiz, o'sha hozir mana ko'rib o'tirgan yoshlar, endi bu imkoniyatlar shaharlik yoshlar uchun-da baribir biz qishloq yoshlarida imkoniyatlar chegaralangan degan tushuncha ham paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa chekka joylardagi yoshlar uchun qanday imkoniyatlar yaratilmoqda? Hozirgi kunda ko'plab loyihalarimizda hamma yoshlarimiz birdek qatnashishlari mumkin. Ya'ni bu yerda shaharlik, qishloqlik, chekkada degan narsamiz yo'q. Ushbu loyihalardan biri men ko'mak loyihasini e'tirof qilmoqchiman. Aynan chekka va olis hududlarda siber sertifikatiga ega bo'lgan yoshlar uchun o'quv markazlari ochish uchun kredit emas, sudab beramiz, ya'ni davlat qarzi. Bu yerda hech qanday foizlar yo'q. Ular siber sertifikat orqali ustoz maqomida bo'lishsa, 130 million orqali ular o'quv markazining rahbariga aylanishlari mumkin. Bu borada loyihamiz faqat moliyalashtiribgina qolmay, undan keyingi treninglar orqali ularni ustozdan rahbargacha olib boramiz. Kerakli bo'lgan marketing, menejment barcha bilimlarni berishga biz tayyormiz. Ya'ni hech qanday loyihalarimiz chegaralanmagan yoki hududlar bo'yicha ajratilinmagan. Har bitta yoshimiz, ya'ni 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan har bitta yoshimiz barcha imkoniyatlardan to'liq foydalanishlari mumkin. Moliyaviy instrumentlardan, masalan, bugun o'sha qishloq joylarida bankka borib murojaat qilish uchun masalan 50 kilometr, 100 kilometr yo'l bosib o'tish kerak yoki o'sha moliyaviy imtiyozlardan foydalanish uchun. Lekin bugun biz ko'ryapmiz, mijozlar yoki tadbirkorlar bankka borayotgani yo'q, bank o'zi ularning eshigini oldigacha boryapti, to'g'rimi? Qayerlarga murojaat qilishlari yaxshi bo'ladi, ayniqsa chekka hududlardagi yoshlar mana shu imtiyozlardan foydalanmoqchi bo'lsalar? Yoshlar yetakchilarining asosiy vazifalaridan biri bu o'sha o'zini hududidagi yoshlarni tadbirkorligini rivojlantirishga yordam berish va ularning bandligini ta'minlashga hissa qo'shish. Demak, bu asosiy vazifasidan kelib chiqadigan bo'lsak, har bitta yoshlar yetakchisi davlatimiz tomonidan berilayotgan har bitta imtiyozlardan, moliyaviy instrumentlardan barchasidan xabarlari bor. Ular o'zlarini yo'llarini ko'rsatgan, yo'l yo'rg'ini ko'rsatgan holatda yoshlarni kerakli yo'nalishga va kerakli hujjatlarni to'g'rilashga yo'naltirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, yoshlar agentligi juda ham ko'p elektron platformalari bor, xususan yoshlarfondi.uz saytida bu platforma shaklida ishlaydi. O'sha platformaga ariza bergan holatda, demak, tijorat banklariga ariza ham berish mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, yuqorida hamkasbimiz aytganlaridek, ko'mak loyihasiga ham ariza berishlari mumkin bo'ladi. Bankka borish shart emas, o'sha platformaga ariza bergan holatda loyihalarni keyingi bosqichga olib o'tsa bo'ladi. Investitsiya olgungacha bo'lgan davrda 1 milliarddan oshiq savdo qildik.
bozor tahlilini juda chuqur qilishlari kerak bo'ladi. Qani kafolat? Bu yoqda vaqt juda ham muhim rolni egallaydi. Qishloq xo'jaligi startap bilan tibbiyot yo'nalishidagi startapga bitta sertifikat qilish Pul bor, komanda bo'lishi kerak, undan tashqari bilimingiz bo'lishi kerak. bugungi muammo ertangi kunga to'g'ri kelmaydi. Bizni sun'iy intellekt bilan ishlaydigan, ya'ni sun'iy intellektimiz bor, ekspertimiz bor studiyamizda, ismlari Donoxon. Hozir unga yuzlanmoqchiman. Donoxon, aytginchi, yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashda moliyaviy mexanizmlar, ya'ni kredit, grant, subsidiya qanday ahamiyatga ega? Yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashda moliyaviy mexanizmlar juda muhim rol o'ynaydi. Kreditlar yosh tadbirkorlarga biznesni boshlash yoki kengaytirish uchun zarur boshlang'ich kapitalni beradi. Ayniqsa, imtiyozli kreditlar riskni kamaytiradi va yangi g'oyalarni sinab ko'rishga imkon yaratadi. Grantlar esa qaytarilmaydigan mablag' sifatida innovatsion loyihalarni rag'batlantiradi. Bu ayniqsa tajribasi kam, lekin istiqbolli g'oyaga ega yoshlar uchun katta imkoniyatdir. Subsidiyalar esa xarajatlarning bir qismini qoplab, tadbirkorlikni barqaror qilishga yordam beradi. Masalan, ijara, uskunalar yoki soliq yengilliklari orqali yuk kamayadi. Umuman olganda, bu mexanizmlar yoshlarning biznesga kirib kelishini osonlashtiradi, bandlikni oshiradi va iqtisodiy faollikni kuchaytiradi. Bugun startaplar yangi zamonaviy yo'nalishlar hisoblanadi. Tadbirkorlik haqida ham gaplashamiz va startaplar ham tadbirkorlikni bir asosiy alohida yo'nalishi sifatida maydonga kirib kelyapti. Bugun mana shu yo'nalishni rivojlantirish uchun yana qanday imkoniyat yoki mexanizmlar zarur deb o'ylaysiz faoliyatingizga? Misol uchun bizani holatimizni olib qaraydigan bo'lsak, bizni proyektimiz O'zbekistonda ancha yaxshi ishlashni boshladi, 1 yil bo'lganiga qaramasdan, va biz investitsiya olgungacha bo'lgan davrda 1 milliarddan oshiq savdo qildik. Bu startaplarni ko'rsatkichi uchun ancha yaxshi hisoblanadi, lekin bizda bitta muammo demaylik, bizda bitta potensial borki, bu chet el bozorlarini o'rganish. Misol uchun eng katta bozor o'zimiz bilamiz, bu Amerika bozori yoki Avstraliya bozori, Yevropa bozorlarini o'rganish. Bu narsani o'rganish bo'yicha o'sha bizaga yaxshi bo'lardi. Qanaqadir mana shu mentorstvalarni O'zbekistonda qilinayotgan hozirgi mentorlik dasturlarini chet el bilan ham o'tkazish bo'lsa yaxshi bo'lgan bo'lardi deb o'ylayman. Aynan o'sha yerni o'ziga borib kerak bo'lsa, startaplar o'sha muhitni ko'rib, misol uchun biza qilayotgan startapni dunyoda analoglari bor. Biz o'sha analoglardan o'rganib, o'zimiz sohamizda yana yangiliklarni kiritishimiz mumkin. Undan tashqari O'rta Osiyoda, nafaqat O'rta Osiyo, MDH davlatlari ichida kengayish imkoniyati bizda bo'lishi mumkin. Buning uchun biz o'sha davlatlardagi kengayish protsessini o'rgansak, menimcha juda ham yaxshi bo'lgan bo'lardi startaplar uchun. Bugun tadbirkorlikni mana shuncha imtiyoz berilyapti, shuncha yengilliklar berilyapti, qulayliklar yaratilyapti. Lekin ularni qo'llab-quvvatlash masalasida yoshlarimizni ayniqsa, ular duch kelishi mumkin bo'lgan muammolar nimalar va ularni qanday hal etish mumkin bugungi kunda? Kelishi mumkin bo'lgan muammolar, ular birinchi navbatda bozor tahlilini juda chuqur qilishlari kerak bo'ladi. Bundan tashqari bozor tahliliga kirishdan oldin ular o'zini sohasida yetuk bir mutaxassis bo'lishni maqsad qilgan bo'lsa, ular avvalambor o'sha o'zini sohasidagi demak ustozlardan kasbini sirlarini o'rganish kerak bo'ladi. Bundan bozor tahlili nima uchun kerak bo'ladiki, bunda raqobatchilar kimlar, ya'ni O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa yoki emasam u o'zimiz yaqin atrofimizdagi davlatlarga yoki emasam bu MDH davlatlarga chiqadigan bo'lsa, u yerda yosh bo'lishiga qaramasdan raqobatchilar kimlar, bularni bilishi juda ham muhim bo'ladi. O'zimiz O'zbekistonda bo'lishi mumkin va sohani rivojlantirishga yechimlar bo'yicha ham tajribani, butun dunyodagi tajribalarni o'rganib, o'zlarini bizneslariga demak integratsiya qilsa, men o'ylaymanki, o'zlarining tadbirkorligida yaxshi natijalarga berish mumkin. Yana bir savol, hozir ularning xayolida baribir men buni bu kredit sifatida beriladi menga tadbirkorlik uchun yoki men buni ertaga foizi bor, baribir kichkina bo'lsa ham bor. Ertaga men buni qaytara olmasam,
qani kafolat, qani mana o'sha bu mexanizmlar bo'yicha masalan bir javobgarlikka tortilmaslikmi degan risklarni ko'zda tutadi baribir. Bu ularni o'sha motivatsiyasini so'ndirib, bir qadam qo'yishiga to'siq bo'ladigan xayollar, o'ylar endi bular. Baribir haligi risklarni baholay olish kerak tadbirkor bo'laman degan odam va bu to'g'ri savol. Endi mana shunday holatlarda ular qanday qo'llab-quvvatlanadi? Ularni masalan o'sha subsidiyalar orqalimi yoki bir kafolatli bir jamg'armaning ichida shunaqa kafolatli mexanizmlar yaratilganmi? Tadbirkorlik o'z asosi riskka asoslangan. Ya'ni tadbirkor o'sha o'zini shaxsiy mol-mulkini riskka qo'ygan holatda kelajakdagi maqsad foyda olishga qaratilgan bu yo'nalish bu tadbirkorlik yo'nalishi deyiladi. Bularni demak riskka borishigacha bo'lgan holatda emas, aksincha risklarni oldini olish uchun 24-fevralda shu bitta katta tashabbus yana ilgari surilgan, ya'ni davlatimiz rahbari tomonidan qo'llab-quvvatlangan tijorat banklari o'zlarining qoshlarida outsourcing, ya'ni shaklda kompaniyalarni tashkil qilish va ushbu kompaniyalar yoshlarni tadbirkorlik yo'nalishida o'qitish va respublika bo'ylab unikal bo'lgan 20 mingta biznes planlarini tuzish bo'yicha demak banklarga topshiriq ketgan. Bundan kelib chiqadiki, yoshlarimizni o'sha riskka borishni emas, riskni oldini olish bo'yicha demak tizimli ishlar amalga oshirilyapti. Balki ularning o'sha tadbirkorlik ko'nikmalarini to mexanizmlardan foydalangunga qadar qandaydir fundamental bilimlar bilan boyitish kerakligi ham o'ylab ko'rilgan. Bu qanday ishlaydi? Bizdagi Yoshlar ishlari agentligida bir nechta loyihalar bor. Ya'ni har qanday tadbirkor birinchi g'oyadan paydo bo'ladi. O'z g'oyasi bilan bizdagi turli xil loyihalarimizda bilim va ko'nikmalarini oshirishlari mumkin. Ya'ni o'z kombinator, biz kombinator kabi loyihalarimiz ularni dastlab barcha kerakli bilimlarga tayyorlaydi. Ular 3 oy, 6 oy muddatda davom etadi. Ya'ni kredit olish yoki bo'lmasa moliyalashtirishdan oldin biz ularga dastlab bilimlar beramiz. Ya'ni ulardagi kichkina g'oyani katta biznes bo'lgunigacha biz ularga yordam beramiz. Undan keyin har bitta darslar ustoz shogird an'analari asosida. Ya'ni agarda yoshimiz fast food, ya'ni oziq-ovqatga qiziqayotgan bo'lsa, aynan ushbu sohadagi biznes yuritayotgan mentor ularga ustozlik qiladi. Ushbu sohadagi muammolarni va muammolarga yechimlarni ularga taqdim qiladi. Bu orqali ulardagi qo'rquv, risk albatta kamayadi va ular ishonch ortadi. Yuqorida aytib o'tilgan biz kombinator hamda uz kombinator loyihalarining har ikkisi ham yoshlar tadbirkorligi va ularning muhim bo'lgan intellektini qo'llab-quvvatlash uchun ishlaydi. Uz kombinator startaperlarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilsa, biz kombinator tadbirkorlarga biznes rivojlantirish, tizimlashtirish va mentorlik imkoniyatlarini taqdim etadi. Shu paytgacha biz biz kombinator loyihasini 2 marta tashkil qildik. Birinchi oqimda 70 nafar tadbirkor o'z bilim va malakalarini oshirdi. Ulardan asosiy saralab olish, ya'ni biz faqat ko'p e'tibor beramiz ularni kelajakdagi motivatsiyasiga. Ya'ni bizning katta maqsadlarimiz bor. 2030da 500 ta chempion tadbirkor yetishtirish va undan tashqari 100 nafar xalqaro brendni yetishtirish degan katta maqsadimiz bor. Sardorbek ham biz kombinator loyihasida shakllangan yosh tadbirkorlardan xususiy bog'chaning tizimlashtirilishi, pulni qayerga va qanday sarflash, shuningdek, menejerlikni ham shu loyihada ishtirok etib o'rgandim deydi u. Bundan oldin demak o'quvdan oldin demak sohamizda tartib, tizim yo'qligi uchun, o'sha joyda kamchiliklarimiz bo'lganligi uchun shu maktabda o'qidim, kursdan foydalandim. Bu kursda demak ishni, biznesni tartiblashtirish, strategik tizim paydo qilish va moliyaviy ko'rsatkichlarni to'g'ri tahlil qilishni o'rgatdi. Bu yerda asoschilar uchun eng kerakli bazaviy asosiy yo'nalishlar, ya'ni o'sha HR, moliya, marketing har tomonlama bazaviy sizga demak bilim beradi. Bugun dunyoda eng qimmat resurs g'oya bo'lgan bir paytda startaplarning iqtisodiyot uchun ulushi juda ham yuqori. Uz kombinator loyihasi ishtirokchilari esa bu yo'nalishda ancha dadil, har bir g'oyani aniq keyslar bilan tahlil qilib berishmoqda. Masalan, Otabekning bugungi startapi insonga to'g'ri yo'nalishni tanlashni o'rgatadi. Hamma yo'nalishni qanday qamrab olishingiz mumkin deganimda ularga sun'iy intellekt yordam berishini aytib o'tdi. Shaxsan o'zimning startapim Flow
nomli. Flow nima qiladi? Bu oqim. Hozir odamlarni maqsadiga erishish uchun qanaqadir oqim kerak. Lekin atrofida har xil oqimlar bor-da. Adashib ketib qolishi mumkin. Misol uchun kimdir IELTS 8 oldi desa, bo'ldi IELTS o'qiyman deydi, SAT desa, SAT ga o'tib ketib qoladi. Mana shu bitta oqimga tushirib, o'zini nima xohlayapti, o'zi kim bo'lmoqchi? Doktor bo'lmoqchimi? Doktor bo'lish uchun nimalar kerak? O'shalarni o'rganish uchun va uni diqqatini jamlash uchun dastur quryapmiz. Ya'ni sun'iy intellektga siz kasbingizni aytasiz, u o'sha asosida orqaga yurishni boshlaydi. Misol uchun injener bo'lmoqchiman desangiz, injener uchun nimalar kerak degan savol beradi. Misol uchun matematikani o'rganish kerak, dasturlashni o'rganish kerak, fikrlashni o'rganish kerak dedi. Mazkur loyihalar yoshlarning fikrini aniq yo'nalishga solib, uni amaliy natijaga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Uz kombinator bilim va tahlilni kuchaytirsa, biz kombinator tajriba va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantiryapti. Natijada yosh tadbirkorlar bozorga tayyorroq va aniq maqsad bilan kirib kelmoqda. Demak, bugun moliyaviy mexanizmlar, huquqiy mexanizmlar, qonunlar hammasi joy-joyida, faqat hamma gap endi o'zida qolgan. Shunday demoqchimizmi? Misol uchun mana startapda eng muhim narsalardan bittasi bu vaqt. Juda ham tez startap nima uchun startap deyiladi? Oddiy tadbirkorlik emas. Bu yoqda vaqt juda ham muhim rolni egallaydi. Siz qisqa muddatda juda tezlik bilan o'sishingiz kerak. O'sish uchun kerakli narsalar bor. Pul bor, komanda bo'lishi kerak. Undan tashqari bilimingiz bo'lishi kerak, mijozlar bo'lishi kerak, mijozlar juda ko'p bo'lishi kerak. Endi qarang, startaperdagi katta muammolardan bittasi bu mijozlar bilan har kuni gaplashadi, komandasi bilan gaplashadi, produkt ustida ishlaydi. Lekin aynan mana shu moliyalashtirish jarayonida bo'lgan muammolardan bittasi bu juda ham ko'p qog'ozbozliklar bo'lishi mumkin. Startaplar bo'lsa bu narsani tushunmaydi. Mana o'zim ham yaqindan boshlab bildimki, misol uchun eng kerakli narsalardan bittasi o'sha QQS bilan boshqa soliqning turlari haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim yoki deylik firma ochish, asoschilar sostavi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik, boshqa hujjatlar haqida o'rgandik, lekin bitta narsa borki, har xil venture fondlar bor, har xil moliyaviy tashkilotlar bor, har biriga borganingizda har xil dokument olib borishingiz kerak yoki bitta dokumentni ularga mos tarzda olib borishingiz kerak. O'ylaymanki, juda zo'r bo'lardi, xuddi bu qon topshirishga o'xshagan narsa. Har xil больницаga borib, bitta analiz uchun hammasiga qon topshirib chiqasiz-ku. Bitta dokument bo'lsa, qanaqadir bir portal bo'lsa-ki, o'sha yoqda biza umumiy shablon kerak. Umumiy, shablonni yaratib qo'ysak, u hamma joyga o'tsa, nur ustiga a'lo nur. Misol uchun SQB bankka deylik, boshqa dokument so'rashsa, o'sha dokument faqat boshqa shablonda. Aloqa bank boshqa narsani so'raydi. O'shaning uchun bitta platforma bo'lsa, o'sha platformaga biz joylaymiz, shu platformada hamma ko'rib olaveradi o'ziga keraklisini. Mana shu bizning muammolarimizdan bittasi, juda ko'p vaqtimiz dokumentatsiya bilan, borib banklar bilan gaplash bilan o'tib ketyapti. Bitta narsa borda, dunyodagi davlatlarni qaraydigan bo'lsak, har bir davlat o'zini mentalitetidan va o'zini demak tajribasidan kelib chiqib qonunlarni yaratadi. Rossiyadagi ishlagan qonun Amerikada ishlamasligi mumkin. Amerikada ishlagan qonun Yaponiyada ishlamasligi mumkin. Bu tashkilotlarda ham xuddi shunaqada, ya'ni tashkilotlar o'zlarining tajribasidan kelib chiqqan holatda o'tgan safarga muvaffaqiyatsiz bo'lgan yoki masalan o'tgan safardagi demak tajribasidan kelib chiqqan holatda sizdan o'sha hujjatlarni o'zlarini shabloniga mos bo'lgan holatda so'raydi. Lekin uni unika bitta formatga keltiraman desangiz, demak ta'sischi yoshi katta bo'lishi mumkin yoki yoshi kichkina bo'lishi mumkin. Mana shu faktorlarni inobatga olib, demak o'zining tajribasida achchiq bir zarar ko'rgan bo'lishi mumkin o'sha tashkilot. Shulardan kelib chiqib, ular ham o'zlarining ustida ishlab shu hujjatlarni yoki masalan so'ragan bo'lishi mumkin-da u. Men fikrimcha o'sha tashkilotlar bir-biri bilan gaplashib olib, hujjatlarni aniq qo'yish. Yagona bir sertifikatga o'xshagan hujjat tizim yaratilishi kerak. Chunki masalan bugun IELTS topshirgan bola ma'lum ballni yiqqanda hamma joyga o'tadi o'shani sertifikati. Xuddi shunaqa. Lekin qishloq xo'jaligidagi startap bilan tibbiyot yo'nalishidagi startapga bitta sertifikat qilish bitta qilish kerak emas. Yo'nalishi bo'yicha alohida bo'lib yo'nalishi bilan qilsangiz, dunyo tajribasida lekin unaqa narsa yo'q. So'rovnomasini balki o'sha yo'nalishlarga qarab qilinsa, o'sha savollarga javob berib berilsa bo'ldi deb qabul qilinishi kerak. Yoki masalan anaqa qilish kerak bo'lishi mumkin. Demak, hujjatlarni 100% bir xil qilib qabul qilmasa ham, taxminan bir 80% o'xshashlikda qabul qilishi mumkin. 80% bu normal ko'rsatkich. Yoki umumiy bitta hujjat taqdim qilib, qo'shimcha so'rov evaziga ularni qiziqtirgan boshqa ma'lumotlarni olish.
Bu yangi yo'nalish bo'lgandan keyin ishlayversak, haligi muammolar chiqadi va ularning yechimlari ham taklif qilinaveradi, lekin haligi dunyo standartida yo'q, analigi yo'q degan hozir nima bo'lyapti? Balki biz dunyoga analog beramiz. Balki yaxshi. Ya, unda startapni anaqasini o'zgartirib qo'yasizda. Startap u bir xil muammo bo'lmaydi-da u. Bugungi muammo ertangi kunga to'g'ri kelmaydi. Uzoq emas, yaqin o'tmishga nazar soladigan bo'lsak, tadbirkorlik bu yo bir kasbni egallay olmagan, yo bir o'qishga kira olmagan odamning oxirgi chorasi sifatida savdogarlik, olib sotarlik so'zlari bilan ishlatilgan yonma-yon kelgan bir kasb edi. Oradan hech qancha vaqt o'tmadi. Bugun tadbirkorlar kim? Bugun tadbirkorlar eng asosiy driver qatlam. Ular orasida ziyoli tadbirkorlar ko'payib borayotgani va tasavvur qiling, biz ilgari sportchilardan yulduzlarni ko'rganmiz, san'atkorlardan yulduzlarni ko'rganmiz, lekin bugungi kunga kelib bizni tadbirkor shaxslarimiz, tadbirkor yuzlarimiz, tadbirkor yulduzlarimiz bor. Ular safida siz ham bo'lishingiz mumkin, hurmatli yoshlar. Va biz ishonamiz, bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi, faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli. Sizlarga rahmat. Rahmat.